Mustaqillik bayramına 5 tane massaj kreslomuz mut bo'ldi. Bundan tashqari 5 tane begovoya doroshkalarimiz ham mut. 5 tane ayak massajı, 5 tane velotrenajör, bundan tashqari 5 tane ofisni kreslo. Bir hafta kaldı kadrlar obunachilar. Sizlar uchun lototrollarimiz tayyor turibdi. Halang naqd pul, halang muddatli to'lov, istalgan turdagi mahsulotlarni 1 milliondan oshgan xaridingiz uchun xudo xolasa bir haftadan keyin ya ko'rsatib o'tgan narsalarimizni egasi bo'lib ketishingiz mumkin. Bu yerda faqatgina obunachilar massaj kreslolar emas, ko'rib turganingizdek haqiqiy rahbarlarga yarashadigan bir-biridan chiroyli ofisni mebellarni topib ketasizlar. Konferensiya zallar uchun alohida mebellarimiz bor. Xullas obunachilar, bu o'yinda ishtirok qilish uchun faqatgina massaj kreslo emas, shu ko'rib turganingizdek ofisni kreslolarni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Chet davlatda olib kelinadi. Materiali shpondan bo'lgan, umrlik ketadigan narsa bular obunachilar. Eng oxirgi modeldagi ofisni kreslolarni va har xil turdagi mebellarni topib ketsangiz bo'ladi. Hammasi arzon narxda bo'ladi. Bir pasport plastik ham bemalol istagan narsangizni xarid qilib ketasiz. Ko'rib turganingiz obunachilar, har xil turdagi kreslolarimiz narxi 550 ming so'mdan boshlanadi. Xolasangiz aynan maktablarimiz uchun, davlat tashkilotlari, xususiy tashkilotlar, ofislar uchun kelib turib xarid qilib turibdilar. Xullas obunachilar, bayramacha kelib turib halang naqd pul, halang muddatli to'lov kelib xarid qilib qolsangiz, ya ko'rsatib o'tgan podarkalarimizni birisi sizniki bo'lishi mumkin. Mustaqillik bayramida 5 tane massaj kreslomuz mut bo'ldi. Bundan tashqari 5 tane begovoya doroshkalarimiz ham mut. 5 tane ayak massajı, 5 tane velotrenajör, bundan tashqari 5 tane ofisni kreslo. Bir hafta kaldı kadrlar obunachilar. Sizlar uchun lototrollarimiz tayyor turibdi. Halang naqd pul, halang muddatli to'lov, istalgan turdagi mahsulotlarni 1 milliondan oshgan xaridingiz uchun xudo xolasa bir haftadan keyin ya ko'rsatib o'tgan narsalarimizni egasi bo'lib ketishingiz mumkin. Bu yerda faqatgina obunachilar massaj kreslolar emas, ko'rib turganingizdek haqiqiy rahbarlarga yarashadigan bir-biridan chiroyli ofisni mebellarni topib ketasizlar. Konferensiya zallar uchun alohida mebellarimiz bor. Xullas obunachilar, bu o'yinda ishtirok qilish uchun faqatgina massaj kreslo emas, shu ko'rib turganingizdek ofisni kreslolarni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Chet davlatda olib kelinadi. Materiali shpondan bo'lgan, umrlik ketadigan narsa bular obunachilar. Eng oxirgi modeldagi ofisni kreslolarni va har xil turdagi mebellarni topib ketsangiz bo'ladi. Hammasi arzon narxda bo'ladi. Bir pasport plastik ham bemalol istagan narsangizni xarid qilib ketasiz. Ko'rib turganingiz obunachilar, har xil turdagi kreslolarimiz narxi 550 ming so'mdan boshlanadi. Xolasangiz aynan maktablarimiz uchun, davlat tashkilotlari, xususiy tashkilotlar, ofislar uchun kelib turib xarid qilib turibdilar. Xullas obunachilar, bayramacha kelib turib halang naqd pul, halang muddatli to'lov kelib xarid qilib qolsangiz, ya ko'rsatib o'tgan podarkalarimizni birisi sizniki bo'lishi mumkin. Manzilimiz obunachilar Urganch Xanqa yo'li, ko'pchilik biladi. Ko'z ojizlar idorasining yonida joylashgan Azza massaj bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni, massaj kreslolarni, ofisni kreslolarni arzon optim yerini qarab yurganlarga yuborib qo'yamiz.